Sharf o'rash stilimni rosa so'raysizlar-ku qizlar. Oddiy shifon sharfi olasizlar, turetskisini bitta tarafini eng kalta qilib, bitta tarafini eng uzun qilasizlar. Uzunligi ham o'zi turetski sharflarimizniki uzunda qizlar. Shunda boshingizdan aylantirib, bunaqa bulavkalar olib, yoniga shundagina qadab qo'yasizlar. Bo'ldi qizlar, unaqa aslida qiyin narsasi yo'q. Men ko'proq shunaqa oldimga tashlab yuraman. Tepasini iloji boricha uchburchak qilishga harakat qilaman. Qizlar, sizlarga hozir abaya dvoyka ko'rsataman. Shu videoga endi bitta like bosib qo'yasizlar. Ichidan ba'zi ko'yneklari bo'ladi, yenglari kalta bo'lmasa yechib ko'rsardim. Ustidan shunaqa abayalari kelgan. Qaranglar, materiallari ham qanaqadir необычный, ustingizda og'ir ham turmaydi. Xudo xohlasa mazza qilib kiyib yurishingizga o'zim kafolat beraman. Ranglarini ko'ring, opajonim. Ranglarini ko'rsataman sizga. Mana haki ranglarini qarang. Eng go'zali mana shu. Yuzingizni ham yarki qilib turadi. Xudo xohlasa ularga moslab shunaqa shifon sharflar ham qilib beramiz. Dilim o'ssa Chilonzor filialiga kelsangizgina faqat. Ertalab 9 dan kechki 23:00 gacha do'konimiz sizning xizmatingizda. Agar ranglari yoqqan bo'lsa, bemalol kelib olib ketsangiz bo'ladi.